Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2017 yil oktyabrda Taklamakan Uyg'ur nashriyati tomonidan nashr qilingan Amerikalik yozuvchi Nik Holdistonning Xitoydagi unutilgan xalq nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Tarjima qiluvchi Anvar To'xti. Bu kitob 8 bobdan tarkib topgan bo'lib, avtor oldingi bo'laklarda vatanimizda yaqinqi zamon milliy kimligimizga ta'sir ko'rsatgan tarixiy va siyosiy kuchlar haqida to'xtaladi. Va keyingi boblarda bo'lsa yaqinqi 25 yil mobaynida yuz bergan har xil voqealarni, ya'ni rayondagi tinch aram muhit, yuz berib turgan zo'ravonlik voqealari va yoki mazkur rayon bilan bo'lgan munosabati bo'lgan boshqa voqealar haqida to'xtaladi. Ya'ni 1990-yildagi Barin voqeasi, 1997-yildagi G'ulji voqeasi, 2009-yildagi Urumchi voqeasi, andan 2013-yili va 2014-yillari Beijing, Kunming va Urumchida yuz bergan voqealar haqida to'xtaladi. Yana avtor o'zining kitobi haqida to'xtalib bundoq deydi. Shinjongdagi hodisalarni Xitoydagi umumiy muhit bilan bog'lab turib tahlil qilishni tavsiya qilaman. Shunday qilganda u yerdagi barobarsizliklarning zodi qaysi darajada mazkur rayonga, jumladan Uyg'urlarga xos ekanligini to'g'ri tushuna olamiz. Keng ma'nodan olib aytganda, mazkur kitob bizning Xitoydagi kishilik huquqqa qarshilik ko'rsatish harakatlari va milliy masalalar haqida to'xtalganimizdagi mavqeyimizning xato to'g'riliq haqida o'ylanishimizni tavsiya qiladi. Shunlashqa, mening qarashimcha, Shinjongdagi Uyg'urlar haqida o'ylanganimizda ular faqat bir mustabid hokim mutlaq Xitoyni asos qilgan hokimiyatning besimida qolgan bir oz sonliq millat deb qaraydigan bo'lsak, bu xil qarashning o'zida o'xshashlik ko'zga ko'rinmagan nozuk masalalar saqlanib qoladi. Chunki unda qiladigan bo'lsak, biz oddiy fuqarolarning qanday qilib hukumatning besimiga mos usulda taqobil turib kelayotganligidek realliklarni ko'ra olmay qolamiz. Mening yana bir qarashim shuki, toki mushu kamgacha biz Uyg'urlarning ommabop madaniyatiga yetarli e'tibor bermay keldik. Meningcha, nurg'unlagan Uyg'urlarning zodi nimalarni o'ylaydiganligini tushunishimizning o'zi amaliyotda yuqorqidek qo'lga xanjar ko'tarib odamlar to'piga hujum qilgan oz sondagi kishilarni tushunganimizdan Uyg'urlarning manfaati uchun bagrak foydali deb qarayman. Men mazkur kitobimda Uyg'urlarning hozirgi zamon madaniyatining qisman omillarini mulohaza qilish orqali Uyg'urlarning qandaqdir kishilarning nazaridagi butun mavjudligi bilan faqat Xitoylarga qarshilik ko'rsatish uchun beg'ishlangan bir millat emasligini kishilarning sabiga solish maqsadim bor. Men yana Xitoy hokimiyatining milliy siyosatiga norozilik bildirganlik uchun og'ir badal to'lagan ikki Uyg'ur ziyolisining sezgirashtishi haqida to'xtalaman. Bularning biri Xitoyning Shinjongdagi atom bombasini o'tkazish tufaylidan mazkur rayonda o'sma kesili nisbatining oshib ketganligini pash qilgan Anvar To'xti. Yana biri bo'lsa, Uyg'urlarning insoniy huquqlari uchun mujodala qilayotgan asosli organ Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Robiya Qodir xonimdir. Mazkur tashkilot kommunist Xitoylarning davri Uyg'ur tarixidagi eng qorong'u bir bosqich. Hozir Uyg'ur millatining mavjudligi tahdid ostida qoldi degan qarashini ilgari surib kelmoqda. Oxirida men odat bo'yicha Uyg'urlarning kelgusi haqida o'z farzimni o'ttirib qo'yaman. Ammo mening Shinjongning kelgusi haqidagi farzim o'qirmanlarni umidsizlantirib qo'yishi mumkin. Shinjongda Uyg'urlarning mavjudligiga tahdid solayotgan va ularning kunining yomonlashishiga sabab bo'layotgan asosli kuchlarning ko'p qismining yaqin kelgusida ojizlashadigandak emas. Ammo men yanada Shinjong haqida yozma va boshqa noto'g'ri uchurlardagi xatoliklarning pardasini echitarisak, shundaqla Uyg'urlarning zodi nimani talab qilayotganligini va qanday o'ylaydiganligini farqlantira olsak, qisman Uyg'urlarning bo'libmi yosh avlodlarning Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan besimga va cheklamalarga bardoshlik berish qobiliyatini yetildirish orqali millatning kimligini, mavjudligini saqlab qolishning shart-sharoitlarini hozirlab menayotganligini bayqay olamiz. Hurmatli kitob anglovchi qarindoshlar, oxirida sizlarga bu kitobni tarjima qiluvchi Anvar To'xti apandimning bu kitobdagi Checheniya to'g'risida yozgan kichikina bir parchasi bilan oxirlashtirmoqchiman. Xuddi jahondagi ishlarning tashqi ko'rinishi bilan ichki haqiqat o'xshash bo'lmagandek, dunyo siyosatining amaliyoti bilan ko'rinishdagi ifodasi ham farqli bo'ladi. Afsuski, biz hissiy fikr qilishga odatlanib qolganligimiz uchun doim masalaning yuzaki ifodasini ko'rib, siyosiy o'yinlarning haqiqatini va ariq ko'rinishini ko'rish iqtidorimiz yetishmagan. Toki bugungacha biz Checheniya urushidan ta'sirlanib, chechenlarning jasoratidan qattiq hayajonlanib ketyapmiz. Chunki bizning nazarimizda Checheniya urushini chechenlar milliy mustaqillikni qo'lga keltirish uchun qo'zg'agan deb bilamiz. Biz chechenlarning qahramonlik ruhini maqtab, ularning mag'lubiyati uchun afsuslanamiz. Aradan shuncha yillar o'tgandan keyin bugungi kunda Checheniya urushi haqidagi haqiqat asta-asta oshkorlanishga boshlagan. Ma'lumki, bu urushni Batur chechenlar boshlagan urush emas, balki Rossiya prezidenti Putin siyosiy nufuz va nom obro'y qozonish uchun rejissyorlik qilgan bir qatimliq o'yin ekanligi olamga oshkorlandi.
Ammo urushning partilishi haqidagi uchurlarning hammasi yolg'on bo'lib chiqdi. Demak, butun dunyo bu o'yinda ahmoq qilingan edi. Masalan, BBC ishlagan Putinning yo'li degan hujjatli filmda bu urushning bosh-oxiri butun jarayoni bilan tafsiliy xotirlab chiqilgan. Putinning ochko'z hokimiyati Rossiyaning egisi kim degan kitobi bilan Aleksandr bilan Yuriy birlashib yozgan Rossiyaning abtini echib tashlash degan kitobda Checheniya urushining haqiqiy tafsili bayon qilingan. Aleksandr bu kitobni yozganlik uchun jinidan ayrilib qolgan. Ammo u ig'ir badal to'lash orqali Checheniya xalqining boshqalar ilgari surgandek terrorchilar emasligini, shundaqla bu qadimgi urushni ularning qo'zg'amaganligini dalillab bergan. Amaliyotda Moskvadagi o'ltiroq binolarning partilishi qatorliq terrorlik harakatlarining hammasi Rossiyaning maxfiy saqchilari olib borganligi oshkorlangan. Aleksandr bu suiqasdga munosabatli haqiqiy ahvolni olamga echib tashlaganlik uchun Putin odam avatib, radioaktiv dori bilan uni zaharlab o'ldirgizayotgan. Uning matam murosimiga nurg'unlagan checheniyalik musulmonlar qatnashib, uning uchun qayg'urgan. Mashinaga o'xshash reallikdan odamning kallasida vatanimizda yuz berayotgan nurg'unlagan voqealarning zodi qancha % rastu degan gumon paydo bo'ladi. Ba'zi esi fikr qiladigan, ammo bir siyosiyonning qudratqo'liq bilan to'lgan quruq gaplardan hayajonlanib ketadi. Ammo aqli fikr qilg'uvchilar bo'lsa, bu siyosiyonning qilayotgan ishlari va qilmishiga qarab ondan baho beradi. Chunki quruq gap xuddi havoga o'xshashla hech qanday bir iz qoldirmay yo'qolib ketadi. Ammo qilmishning tarixda iznasi saqlanib qoladi. Bizning siyosiy rahbarlarimiz doim quruq davron selib, tutamga chiqqidek bir ishning tayini bo'lmaganligi uchun azaldan beri chet el siyosiyonlarining Xitoy bilan sodlashadigan o'yinchiqiga aylanib kelmoqda. Hurmatli qarindoshlar, bugungi kitob tunishtirishimiz mush yerda oxirlashdi. Oxirida qarindoshlarga deydiganim, biz hozir Uyg'urning da'vosini xalqaroga anlatamiz desak, nemishqa xalqaro bizning dardimizni anglag'ili unmaydi deganimizda, bu masalaning bir qancha sabablaridan birisi bo'lsa, birinchi, Uyg'ur degan kim deganda nurg'un insonlar uqmaydi. Ikkinchi, Sharqiy Turkiston degan yerning borlig'ini uqmaydi. Uchinchisi, Sharqiy Turkistonning bayrog'ini uqmaydi. To'rtinchisi bo'lsa, ko'pincha kishilar vatanimizda qanchalik zulmning borlig'ini bilmaydi. Beshinchisi, Xitoy bilan Uyg'urlarning tubdan o'xshamaydigan, qilchimi yaqin kelmaydigan ikki qabila ekanligimizni his qilib yetolmaydi. Mana shu nuqtalardan hech bo'lmasa xalqaro unutib ketgan bu millatimizni tunishtirib chiqadigan bir kitobni yozib chiqilishi kerak. Balkim siz bu kitobni o'qigan chog'ingizda yozuvchining ba'zi ideallari, tushanchalari va yoki bizni xato tunib qolgan yerlari bo'lsa, texim yaxshisini yozishga tirishing va yoki boshqalarning yozishiga yordam qiling. Chunki avtorining vatanimizda turgan vaqti faqat 1 yil atrofida bo'lganligi uchun bizni to'liq tushunib keta olishi natoyin. Ham uning ustiga bizmi bir chet ellikning ko'zidan o'zimizni tunish fursatiga ega bo'la oladiganmiz va qaysi taraflardan ketkizib qo'yatimiz, qaysi taraflarga bo'lgan ehtiyojimiz zo'r, ya'ni nimalarni qilishimiz kerakligini bila olamiz. Qani qarindoshim, agar bu programmaga qiziqqan bo'lsangiz, boshqalarning yangi kitoblardan xabardor bo'lib qolish uchun kanalimizga a'zo bo'lib, ham bahrlashni unutmag'aysizlar. Bizning bu kanalni qo'yishdagi maqsadimiz shu: ana tilimizni qo'g'dab qolish va milliy madaniyatimizning azroqmi bo'lsa qo'limizdan kelishicha saqlanib qolishi uchun kuch chiqarish. Shuning uchun qarindoshlarning kanalimizning texnik yaxshi xizmat qilishi uchun tunishtirilishni arzu qilgan kitoblarni astiga inkos shaklida qoldirib qo'yishinglarni va boshqa taklif fikringlarni aymasliklarini umid qilamiz. Rahmat. Taklimakan kitobxonasi.